Assalomu alaykum. Kanalimga xush kelibsizlar. Aziz kuzatuvchilar, bugun sizlar bilan inshaalloh Xudo xohlasa Bismillahirrohmanirrohim deb bilinchiklar tayyorlaymiz. Aziz kuzatuvchilar, kanalimdan uzoqlashmanglar, meni kuzatishda davom etinglar. Bismillahirrohmanirrohim deb videomizni boshlab olamiz. Aziz kuzatuvchilar, buning uchun bizga kerak bo'ladi 1 litr ilimliqdan sal issiqroq sut, kuzatuvchilar, ozgina tuz, ozgina shakar, 3 dona tuxum va ozgina yog'. Ko'z bilan chamalab solamiz. O'zi 1 litrga 1 cho'mich solaman men. Bu yerdan unni quyuq suyuqligiga qarab aralashtiramiz aziz kuzatuvchilar. Bismillahirrohmanirrohim deb tuzimizni solamiz va shakarimizni solamiz. Bismillahirrohmanirrohim deb 1 litr sutimizni solamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Tuzimiz, shakarimiz eriguncha aralashtirib olamiz. Endi tuxumlarimizni aralashtiramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Tuxumimizni ham aralashtirib bo'ldik. Endi yog'imizni qo'shib olamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mana 1 cho'michga yaqin yog' qo'shdik. Men ozgina aralashtirib olamiz. Endi unlarimizni elab solsak, elakdan o'tkazilgan un har doim bilasizlar, chiroyli chiqadi. Bismillahirrohmanirrohim. Qo'shib olamiz. Unda men har doim quyuqlik suyuqligiga qarab qo'shaman. Ko'zim bilan chamalab. Men bir o'lchovda hech qachon un qo'shmayman. Bismillahirrohmanirrohim. Men hozir bunga aziz kuzatuvchilar, o'zi odatda chayni soda solmasdan qilaman bilinchikda. Hozir yarim choy qoshiq tuzimiz ichida yarim choy qoshiqcha chayni sodamiz ham bor edi. Tayyorlayotganda e'tiborli bo'linglar, chunki hamma ham chayni sodasiz qilib chiqarib bera olmaydi, skоворodkaga yopishtirib qo'yadi. O'shaning uchun bir xil aytishi mumkin, ana retseptingizni to'liq bermabsiz deb. O'shaning uchun men to'liq aytib o'tyapman. Aziz kuzatuvchilar, 1 litr sutga 1 cho'mich yog', yarim choy qoshig'ida tuz, yarim choy qoshig'ida non sodasi, 3 dona tuxum va 2 choy qoshiqchada shakar qo'shdim. Va unda ko'z bilan chamalab solyapman aziz kuzatuvchilar, quyuq suyuqligiga qarab. Oz-ozdan qilib solaverasizlar, unga shoshilmaysizlar. Kimdir qalin bilinchik yaxshi ko'radi, kimdir yupqasini yaxshi ko'radi. Men misol uchun yupqa bilinchikni yaxshi ko'raman. O'shaning uchun men yupqa qilishga o'rganganman. Bilinchikni hech qachon qalin qilmayman. O'shaning uchun xamirimni suyuq qilib olaman aziz kuzatuvchilar. Xohlasalaring suvdan ham qilsalaring bo'ladi. Bilinchikni bilasizlar. Suv bilan sut aralashtirib qilsalaring ham bo'ladi.
Bilinchikni tayyorlash juda ham oson. Mana hozir silikon lopatkachamizda unimiz bo'ldi. Menimcha o'sha un yetadi. Unimizni olib qo'yamiz va silikon lopatkachamizda qilib chekkalarini bitta unlarini tushirib olamiz. Lopatkachalar juda ham qulay. Menga ishlatishga o'rganganman bu lopatkalarga. Bitta aralashtirib qumoqchalari qolmaguncha yaxshilab zbirvalka qilib olamiz azizlar. Bir doim ham qumoqchasini qoldirmaymiz. Hozir men sizlarga cho'michda suyuqligini ko'rsataman. Mana aziz kuzatuvchilar, men mana shunaqa suyuqlikda tayyorlayman har doim. Mana ko'ryapsizlar. Ichida bitta ikkita qumoqchalari bor ekan. Shuning uchun hali yaxshilab aralashtirib olamiz. Zbirvalkamiz ichida tursa, chunki pishirish jarayonida ham aralashtirib turamiz. Qancha xamirimizni aralashtirib tursak, shuncha chiroyli bo'lib boraveradi, aziz kuzatuvchilar. Mana endi gazimizni yoqib olamiz hozir. Bismillahirrohmanirrohim. Skоворodkam yaxshilab qizigandan keyin ozgina yog' tomizamiz, bilasizlar. Ozgina yog' aralashtirsak, tagiga olmasligi uchun. Mana hozir birpasdan keyin yog'imiz qiziydi. Skоворodkamiz qiziydi, keyin yog'imizni solib olamiz. Mana skоворodkamiz qizidi. Bismillahirrohmanirrohim. Ozgina tomizamiz. Yaxshilab qizdirib olib, bitta shotkachada aylantirib olamiz, aziz kuzatuvchilar. Shotkachani olaylik. Bundan chiqarib qo'yish. Bismillahirrohmanirrohim. Allohim ishqi bilinchiklarimiz chiroyli, mazali, lazzatli bo'lsin. Yeganimizda har doim oshqozonimizda shifoi komil bo'lib kirsin. Bizning yuzimizni yorug' qilgin Allohim. Mana shotkachalar bo'ldik. Endi xamirimizni bitta aralashtirib olib, tagiga tirib qolishi mumkin. Bismillahirrohmanirrohim. Bilinchikimizni quyib bo'ldik. Yarishni kutamiz. Ungacha men ishlatgan idishlarimni qo'yib qo'yaman. Aziz kuzatuvchilar, men idishlarni ishlatganlar yig'ib o'tirmayman oshxonamda. Sirazi idish tovoqlarni bu yerdan ishimni qilaveraman, bu yerdan idish tovoqlarimni yuvib olaman. Chunki bardak qilib o'tirishni yoqtirmayman. Sirazi ishlatgan har bir idishlarimni joyida yuvib tashlayman. O'shanga o'rganganman. Shuning uchun mana endi o'tirmasdan bularni sirazi yuvib tashlaymiz. Bularni yig'ib mana yerda pasha bostirib, qotirib o'tirmasdan shaytonlarni tikildirib, sirazi yuvib tashlaymiz. Hech qancha vaqtimiz ketmaydi, bilasizlar. Bismillahirrohmanirrohim.
qizilgina bo'lib chiqdi. Birinchi kungi birinchisi. Mana teshikchalari ko'p bo'lib chiqdi, ko'ryapsizlar, aziz kuzatuvchilar. Biz mana shu yerga ozgina yog' sachradi. Artib tashlaymiz. Mana birinchi kunimiz tayyor. Olamiz birinchisini. Bismillahirrohmanirrohim. Birinchi kunimizni solib olamiz. Bismillah. Aziz kuzatuvchilar, hammalaringga men o'z tashakkurimni bildirib o'taman. Sizlarga meni qo'llab-quvvatlab, shunchalik ombuda bo'lib, meni kuzatishda davom etib, chiroylidan chiroyli kommentariyalar yozganlaring uchun hammalaringdan Alloh rozi bo'lsin. Aziz kuzatuvchilar, shunaqa chiroyli videoroliklarda sizlar bilan ko'rishib, tanishganimdan juda ham xursandman. Aziz kuzatuvchilar, obunachilar, hammalaringga kattakon rahmat. Menga shunchalik e'tiborda bo'lib, fikr mulohazalar bildirib, ovozli videolar qiling deb o'z fikr mulohazalarini yozgan barcha kuzatuvchilarimizga kattakon rahmatimni aytib qolaman. Bundan keyin ham meni qo'llab-quvvatlashda davom etinglar. Kanalimdan uzoqlashmanglar, xudo xolasa. Sizlar bilan yangidan yangi retseptlarda yana ko'rishamiz har doim. Bugun ham sizlarga shu video chiqarishga harakat qildim. O'zi kecha biz turmush o'rtog'im bilan, farzandlarim bilan Samarqandga Ishtixonga borib keldik, aziz kuzatuvchilar. Chunki bilasizlar, onajonim mehmonga kelishgandi, xolajonim ikkalasi. Ularni olib borib, bu yerda 2-3 kun mehmon bo'lishdi. Rahmat. Onajonimda ham, xolajonimda ham, barcha dunyodagi onalarimiz, ilohim ota-onalarimiz umrlari uzoq bo'lsin, baxtimizga hamisha sog' bo'lsin ota-onalarimiz. Alloh hech qaysiga kasallik bermasin, ilohim. Sizlarni ham xonadonlaringiz doimo sog'lik, salomatlik bo'lsin. Tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Baxtimizga barchamiz ota-onalarimiz sog' salomat bo'lib, duogo'yimiz bo'lib, sog' salomat o'tirishlik qilsin Allohim. Ota-onamni debman, uzr. Xolajonim bilan onajonim olib borib Ishtixonga qo'yib keldik. Shunga yo'lda biroz charchadik kecha, ham kelgandan keyin bugun ertalabdan beri uy-borka qildim. Kirlarimni yuvdim, aziz kuzatuvchilar. Bolalarning kirini, o'zimnikini hamma joy tozaladim. Shunga sal charchagandek bo'ldim. Video chiqarsammi, chiqarmasammi ikkilanib sizlarga video chiqarishga qaror qildim. Shuning uchun meni kuzatishda har doim davom etinglar, aziz kuzatuvchilar. Mana bilinchiklarimiz juda chiroyli chiqyapti, hammasi bittada qizarib. Mana shu bilinchi qilayotgan skоворodkamni ham uzun marketdan olganman. Juda ajoyib skоворodka, mana bir xilda qizartiradi hamma tomonini. Maza qilib tayyorlayman. Bilinchikni o'zini skоворodkasi bo'lgani yaxshi, aziz kuzatuvchilar, chunki bilinchik juda injiq taom, bilasizlar. Salga tagiga yopishib qoladi, shuning uchun bilinchik skоворodkada qilsalaring yopishib qolmaydi, chiroyli chiqadi ham. Xamirim oqmasligi uchun tog'orani yoniga qilib solyapman. Aziz kuzatuvchilar, kommentariya bo'limida yozinglar, sizlar ham shu usulda tayyorlaysizlarmi bilinchiklarni? Fikr mulohazalaringni men bilan bo'lishinglar. Kamchiliklarim bo'lsa albatta aytib o'tinglar. Men ham sizlardan nimadir o'rganishga harakat qilaman. Barchamiz ham o'rganadigan narsalarimiz ko'p bir-birimizdan, aziz kuzatuvchilar. Alloh hech qaysimizni ham benuqson yaratmagan. Shuning uchun
Hatto kamchiliklar o'tayotgan bo'lsa, aytib, o'rgatib o'tinglar menga ham, xursand bo'laman. Ikki uch kundan beri bilasizlar, havo juda bulutlik havo bo'ldi. Sal salqin havo ham bo'ldi. Quyosh bugun chiqib, bugun juda ham ajoyib havo bo'lyapti. Qancha quyosh chiqsa odam shuncha kayfiyati ko'tariladi. Sizlarda ham shunaqami? Men qanchalik issiq bo'lsa, shunchalik issiqni yaxshi ko'raman, chunki o'zim ham yozda tug'ilganim uchunmi, yozni juda ham yaxshi ko'raman. Birinchilarimizni shunaqa ketma-ketlikda tayyorlab olaman. Videom cho'zilib ketadi-da, aziz kuzatuvchilar. Oxirigacha olsam, videolarim cho'zilib ketadi. Juda ham minutamiz uzoqlashadi. Shuning uchun kesib bo'lsam, sizlar hayron bo'lasizlar. Qozoningiz sehrli ekan. Bir ochib yopgunizcha teshilib, guruchlarni suv tortib qolyapti ekan deb qisqartirib bermasam, minutasi uzayib ketadi, o'zlaring ham zerikib qolasizlar. Shuning uchun qisqartirib olaman men videolarni, чтобы sizlar zerikmanglar deb. Sizlarga qiziqarli bo'lsin deb videolarim kesib chiqaraman. Minuta kamroq bo'lsin deb, chunki minutasi ko'payib ketsa, sizlar ham zerikib qolasizlar deyman. Shuning uchun qisqa qilib olyapman. Yana sirazi tayyor bo'lib qolib, chiroyli bo'lib yeyishga tayyor bo'lsa, hayron bo'lib qolmanglar, yana aytib o'tyapman. Xamirimizni ham aralashtirib qo'yamiz. Mana xamirchamiz ham juda ajoyib bo'lib turibdi, qaranglar. Mana. Juda ham ajoyib mana. Men buni zirnova unidan tayyorlayapman, kuzatuvchilar, eslaysizlarmi? Men sizlarga ko'rsatdim uzum marketdan 4 kilogramm zirnova un olgandim. Ana shu unda ishlatyapman men. Bilinchikka ham zo'r bo'lar ekan zirnova uni. Sizlarga ham tavsiya qilaman, ishlatib ko'ringlar. Ozgina yog' oqibdi mana yerga. Mana bilinchiklarim birontasi ham yopishgan yo'q. Qaranglar mana. Hammasi ko'ryapsizlar, bir-biridan ajoyib bo'lib chiqyapti. Sizlar ham shu usulda tayyorlab ko'ringlar, agar sizlarni retseptlaring o'xshamayotgan bo'lsa. Qaranglar, qanaqa chiroyli bo'lib chiqyapti. Zirnova uni aziz kuzatuvchilar, xamirli ovqatlarga ham juda ham ajoyib bo'lar ekan. Men ishlatyapman, somsalarga, go'shtli pirogga, patirlarga ishlatyapman aziz kuzatuvchilar. Faqat xamirli yoyiladigan ovqatlarga men qanaqa qilib ishlatyapman? 1 kilo zirnova uni solsam, yarim kilo 500 sort un qo'shyapman. Shuning uchun yoyiladigan xamirlarga вообще zo'r chiqyapti. Shunaqa qilib yoygan sarilaring yoyiladi, sizlarni qiynamaydi. Zirnova unini men уже o'rganib oldim, вообще zo'r maza qilyapman zirnova unini ishlatib, aziz kuzatuvchilar. Mana bugun birinchi marta men zirnova unidan bilinchik tayyorladim. Bunga lekin men aziz kuzatuvchilar 500 sort un qo'shmadim. Bugun faqat zirnova unini o'zidan tayyorladim. Lekin 500 sort undan ham juda ham ajoyib chiqdi, undan ham zo'r chiqdi. Qaranglar. Birinchiklarim bir deganda hammasi o'xshab chiqyapti mana. Ham kepaklik un, ham ichida vitaminlari bor. Bu unda menimcha foydali un bo'lishi kerak bu. Ustini o'qib ko'rganimda ustidagi ichida kepaklari ham bor aziz kuzatuvchilar. Mazasiga ham gap yo'q. Men уже 4 kilo olganimda endi ishlatyapman. Undan oldin ham 4 kilo olgan edim. Уже 8-kiloni tugatyapman. Lekin mazza, qiynalganim yo'q. Mazasiga ham gap yo'q.
Aziz kuzatuvchilar, videomni shu yerda pauza qilib turib, ozgina pishirib bo'lgandan keyin yana qo'shishga harakat qilaman, chunki hali xamirim juda ham ko'p. Mana qaranglar, hali yarim tog'ora xamirim turibdi, masallig'im. O'shaning uchun juda ham vaqtimiz cho'zilib ketadi. Sizlarga ham zerikarli bo'ladi, menga ham neudobno bo'ladi. Minutasini ko'p qilsam xayolimda sizlarni zeriktirib qo'yganday bo'ladi menga. O'shaning uchun ozgina vaqtini qisqartirib olishga harakat qilaman, aziz kuzatuvchilar. Videoni o'rtasidan kesib tashlaganimdan ko'ra birpas videomni o'chirib tursam, ozginasini tayyorlab bo'lganimdan keyin yana qo'shaman. Buni men bugun bilinchigim-ichiga nachinka qilmayman, aziz kuzatuvchilar. Quyultirilgan sutimiz bor, sgushenniy molokomiz bor, onajonim yopgan malina varenyelarimiz bor. Xudo xohlasa o'sha vareniye bilan, sgushenniy moloko bilan yeymiz. O'shaning uchun sizlar bilan birpasga xayrlashib turaman. Mana aziz kuzatuvchilar, anchasini qizartirib oldim. Mana yana qolganini sizlarga ko'rsataman. Mana qaranglar, qanaqa chiroyli bo'lib chiqyapti bilinchiklarimiz, bir xillikda qip-qizil bo'lib. Mana bu yerda ham hali ancha bor. 1 litr sutdan shuncha bilinchik chiqyapti. Mana qaranglar, qanaqa mayda-mayda teshikchali bo'lib chiqyapti hammasi. Agar shakarni ozgina ko'proq shakar qo'shsalaring, katta-katta teshikli bo'lib chiqadi. Chunki bizda turmush o'rtog'im yeganligi uchun shakarli bermaymiz ularga. O'shaning uchun shakar kamroq soldim, 2 choy qoshiqchada. Mana ozgina qizartiramiz. Shoshmaymiz, qip-qizil qilib olamiz, chunki bilinchikimiz qancha qip-qizil bo'lsa, shuncha yaxshi chiqadi. Bilinchikda bitta qulayligi, aziz kuzatuvchilar, ichiga har xil nachinka qilsalaring bo'ladi. Xohlasalaring jim, xohlasalaring piyoz bilan qiymani qovurib aralashtirib, xohlasalaring burunchni qaynatib, uni ham ichiga bemalol aralashtirib solsa bo'ladi. Sgushenniy moloko, tvorog, shakar bilan aralashtirib, ozgina smetana qo'shib uni ham aralashtirsa bo'ladi, aziz kuzatuvchilar. Varenye bilan ham yesalaring bo'ladi. O'shaning uchun men bilinchikni yaxshi ko'raman. Xohlagan narsa bilan aralashtirib o'zini yesalaring ham bo'ladi. O'shaning uchun tez-tez tayyorlab turaman. Kecha maza qilib kuzatuvchilar Samarqandga Ishtixonga borib keldik. Sizlar yo'llarni videoga olmadim, chunki sizlar zerikib qolmanglar dedim.
hada bitta yo'lni borib kelaverishda sizlarga ko'rsatsam zerikib qolasizlar. No, sizlarga ko'rgan bo'lsalaring Mullabuloqdagi buloq suvini ko'rsatdim, ko'rdilaringmi? O'sha yerdan kirib buloqdan suv oldik. Hozir oilaviy hammamiz o'sha suvdan ichyapmiz. 21-asrdan beri, 11-asrdan beri chiqar ekan. Sizlar 21-asrgacha 10 asrlik buloq ekan. O'sha yerda qabristonda qorovul bizga aytdilar. Sahr kasali borlarga, davleniyasi borlarga, buyrak jigarlarida yetishmovchilik bo'lganlarga, oyoqlari og'rigan hamma kasalliklarga davo ekan. Baniyati shifo deb ixlos bilan ichish kerak ekan. Bir qiziq tomoni, aziz kuzatuvchilar, suv o'sha yerdan oqib, hech qayerga oqib chiqib ketmas ekan. Men o'shanisiga hayron qoldim. Allohning mo'jizasi bu, yaratilishimiz, yurishimiz, barchasi o'zi bilasizlar, Allohning mo'jizasi, qadamda Allohimizning mo'jizasi hammasi. Mana o'sha yerda ham yana bir mo'jizani guvohi bo'ldim. Suv o'sha yerdan srazu kran qilib qo'yishgan, pastga oqyapti-da trubada. Hayron qolasizlar, o'sha yerda o'zida shimib, yana qayta buloqdan qaytib chiqar ekan u suv. Hayron qolarlisi shu. Keyin aziz kuzatuvchilar, Samarqandda Nurota degan ziyoratgoh bor, borgan bo'lsalaring agar. Lekin biza oilaviy borganmiz, yerga ham Nurotalarga. O'sha yerda ham buloq suvi chiqadi, aziz kuzatuvchilar. Buni Nurotaliklar, Samarqandliklar yaxshi bilishadi. Unda ham qop-qora baliqchalar suzib yuradi. Hech kim baliqchalarni yemaydi. Uni ham suvlari lechebniy, aziz kuzatuvchilar. Kechagi qabristondagi amaki aytayaptilarki, o'sha Nurotani suvi, bu yerdagi suv, mana bu Mullabuloqdagi suv. Keyin bizda mana Jizzaxda Baxmal degan joyda Sad ibn Abu Waqqos degan ziyoratgoh bor. Bu yerda ham bilsalaring, tog'ning pastida. Bu yerda ham buloqdan suv chiqadi. O'sha yerda ham qora baliqchalar suzib yuradi. Bu yerda ham buloq suvi, u ham lechebniy suv. O'sha uchalasini tarkibi bir xil ekan. O'sha yerda tagidan Allohning mo'jizasi bu. 3 ta tomondan ko'ryapsizlar, yerda 3 xil joydan o'sha suvdan chiqar ekan. Har xil kasalliklarga davo bo'lar ekan. O'sha suvdan biz baklashkalarimizni to'ldirib olib keldik. Eng qizig'i, o'g'limni qo'lida bahorda, yozda allergiya chiqadi, aziz kuzatuvchilar. Ana shu allergiyalariga juda ham yaxshi davo bo'ldi. Meni hayron qolgan joyim, 2-3 marta qo'lini yuvganda o'sha suv bilan o'zidan o'zi boyagi toshmachalari yo'q bo'lib ketdi. Men unga mas surta yurardik, tabletka ichib. Mazmani 1 hafta 10 kundan beri mas surtaganim yo'q. Ana shu suvni 2 marta suv bilan chayqadi, o'zidan o'zi toshmachalar yo'q bo'lib ketdi. Allohga behisob shukr. Aziz kuzatuvchilar, o'shani sizlarga video qilib chiqardim. Ko'p qila olmadim, qisqacha chiqardim, chunki qabriston bo'lganligi uchun ham vaqtimiz yo'qroq edi. Suvni tez olib, tez chiqdik. Turmush o'rtog'im bilan ko'p tura olmadik, chunki betonka yo'lda ustida, G'allarolda yo'lda ustida odam juda ham ko'p edi. Yerdan ko'p bilganlar hamma o'sha yerdan tushib suv olishar ekan. Jizzaxdan bo'lganlar, G'allarolda bo'lganlar bilishadi. Sizlar ham tushib o'sha yo'ldan, даже Samarqanddan kelib olib ketyapti. Toshkentda mashinalari, Buxoronikilar hammasi o'sha yerda to'xtab, o'sha buloq suvidan olib chiqishyapti. Kuzatuvchilar, shifo topganlar hammasi. Sizlarga ham mana shu Jizzax Samarqand yo'lida yuradiganlarga tavsiya qilib qolaman. Albatta kirib Mullabuloq qabristonidan suv olib ketinglar, buloq suvidan. Ana videolarimga kirsalaring, shortsda chiqarganman. Instagram kanalimda ham bor. Instagramga ham istoriyaga qo'yib o'tdim. Juda ham mazasi ham yaxshi suvdi. Sizlarga ham tavsiya qilib qolaman, aziz kuzatuvchilar. Mana bu lechiklarimiz juda ham ajoyib chiqyapti. Aziz kuzatuvchilar, men har doim Samarqandga onajonimnikiga borsam, o'sha yerda olib kelishadi домашний sut. Endi u sutni ichib maza qilasizlar. Yog'i umuman olinmagan, halol, umuman sutda hid bo'lmaydi. Baraka topsinlar, sut olib kelayotgan akamiz. Juda ham mazali sutlari, yog'likkina, hidi ham yo'q, sariq yog'likkina mazali sut. 4-5 litrlab o'sha yerdan olib kelaman, aziz kuzatuvchilar. Yana bir sizlarga ideya qilib ko'rsataman hozir.
Mana aziz kuzatuvchilar, men sutlarni olib kelib, mana bunaqa qilib qaynatib olib kelaman, qaynatib baklajkalarga sovib olamanda, uyga kelib eritaman azizlar. Achib ham qolmaydi, yomon ham bo'lib qolmaydi. Sut muzlagandan keyin muzxonani ichida mana shu turib beradi. Oylab, yillab turib beradi, buzilmaydi. Aziz kuzatuvchilar, eslab qolinglar hamisha. Men har doim shunaqa qilib Samarqanddan sutlarni olib kelaman, 5 litr, 4 litrlab baklajkalarga bir qaynatamanda, baklajkalarga sovib olib, uyga olib kelib sразу hammasini morozilkaga qo'yib tashlayman. Keyin morozilkadan ishlatayotgan kunim bir kun oldin chiqarib qo'yaman. 8-10 soatda o'sha erib turadi muzlari. Bemalol ishlataman, ichishga ham, sirgurutchilarga ham, g'ilmindilarga, blinchikka o'sha sutdan ishlataman azizlar. Onimda xolodilnikda qoldirib, achitib qo'ygandan ko'ra, kimni uyida suti ko'proq bo'lsa, baklajkalarga qaynatib pishiringlarda, sovutib baklajkalarga solib, morozilkaga qo'yib qo'ysalaring, xohlasalaring 10 kundan keyin, xohlasalaring 1 oydan keyin, xohlasalaring 3 oydan keyin olib ishlataverasizlar. Hech qachon buzilmaydi mazasi. Sinalgan usul azizlar. Chunki bu yerda Jizzaxda shahardan sut olmayman, bozorchamizda qaysi sutga qaramanglar suv aralashtiradi. Yana qanaqadir sigirni hidi kelib turadi sutlardan. Shuning uchun домашний sutlarni unaqa icholmayman. Bu Samarqanddan olib kelgan onamlarning uyiga har kuni olib keladi ertalabda. O'sha sutlar juda ham mazali chiqadi, hidi yo'q, yog'likgina, yog'i olinmagan. Mazasiga gap yo'q-da. O'sha yerdan olib kelib morozilnikka muzlatib qo'yib, eritib olib ishlataman aziz kuzatuvchilar. Sizlar ham sutlaring bo'lsa, morozilkaga muzlatib qo'yib ishlatishlaring mumkin. Lifehack sizlarga mendan. Mana yirtdim. Qo'pollik qilib. Ozgina yaxshi pishmay qoldi, bu shoshib olib qo'ydim. Mana xamirim ham kamaydi, ozgina qoldi. Aziz kuzatuvchilar, sizlarga bitta yangilikni aytish esimdan chiqib qolibdi. Bugun men azondan turib, mana yerda biz uyimiz yonida Ko'kmara magazinimiz bor. O'sha magazindan Ko'kmarani men bilasizlar, o'shanda menga podarka qilishgandi. 4 litrlik, 3 litrlik va 6 litrlik qozon. 6 litrligini ishlatdim. Juda ham ajoyib oshlari dahshat chiqdi, bilasizlar. Tagiga ham olmadi, juda ajoyib bo'ldi. O'shanga men bugun yana borib 8 litrlik qozonidan oldim. Chunki mehmon keladi, boshqa bo'ladi. 2 kilo guruch ketadigan qilib 8 litrligidan oldim. Va ichiga suv solib sразу qaynatib oldim. Tuzli suv qilib. Sizlarga qozonimni ko'rsatib o'taman. Hozir men birinchiklarimni tayyorlab olay. Sizlarga обязательно qozonimni ko'rsataman. Menda endi to'liq bir komplekt bo'ldi. Ko'kmara qozonlarim. Hamma qozonchalarimga ham sразу suv solib hammasini tuzli suvda bitta-bitta qaynatib chiqdim. Hozir ko'rsatib o'taman. Pasaytir o'g'lim, pasaytir, video olyapman.
oziqlarimni tayyorlab qo'ydim, sizlarga ko'rsataman deb. Hammasini bugun bir ichiga suv solib, tuzli suv qaynatib oldim. Ozgina yana qizarsin, keyin olaman. Bunday qilsam bo'ladi. Mana. Sekin ayolamiz. Silikon lopatkachalar menga juda ham yordamchi bular. Ularsiz men tasavvur qilib olmayman oshxonada ishlashi. Juda ham qulay, juda ham udobli narsalar bular. Men bu silikon kapkirchalarimni, mana bularni, mana bu naborimni, silikon qozon kapkir naborimni 2019-yildan beri ishlataman, kuzatuvchilar. Mana bu yil 6-yil. Juda ham ajoyib kачествоsi zo'r. Hali biror marta kamkusi topilmadi. Men bularni hammasini Turkiyadan olib kelganman. Olib kelganim beri maza qilib ishlatyapman. Birontasi singani yo'q, yo boshqa bo'lgani yo'q, kamkussiz. Huzur qilib ishlatyapman bularni. Sen pasaytirib olaman televizoringni. Shoh. O'g'lim uxlab qoldi, televizor ko'rib, maktabdan darsdan keldi. Menimcha charchagan shekilli. Ertalab sahar turadi 6:30da. 7:30da maktabga chiqib ketadi bular, 8da darslari boshlanadi. Shuning uchun charchab uxlab qoldi o'g'lim. Futbolga ham borgan bugun. Buni sekingina aylantirib olamiz. Tugab qoldi blinchikimiz. Yana ikkita blinchiklik xamircham qoldi. Buni ham tayyorlab olaman. Ozgina bor ekan, shoshib qo'ydim. Mana oldik. Oxirgi xamirchamizni cho'mchimizga solamiz. Xamirlarimizni silikon kapkirchamiz bilan sizdirib sovulaman har doim. Oxirgisiga kamroq qoldi xamircham. Mayli. Kichikroq blinchik bo'lib chiqadi. Nechun hech narsa qilmaydi.
Bu ham qizardi. Mana oxirgi bilinchikchamiz qoldi. Birpasda tayyorlab bo'ldik. Ko'z qo'rqoq qo'l botir azizlar. Bir narsani boshlayotganda erinamiz, erinchoqligimiz tutadi. No 5 minutda tayyor bo'ladigan narsalar. Boshlasak tayyorlab olamiz. Skоворodkamda ham issiqligida yuvib qo'yaman, srazu chekkalari mana yog'lari qotib qolmasligi uchun. Ozgina qizarsin, shoshilmaymiz. Mana buni ham sal shoshib olib qo'ydim. Bunisiga shoshmaymiz, qizarsin. Endi olsak bo'ladi. Bir tomoni o'zi yaxshi qizarmadi baribir. Oxirgimizga xamiri kamroq qoldi. Mayli, shunda ham sirab to'kib yubormaymiz. Buni ham tayyorlab olamiz. Gazimizni o'chiramiz va birpas videoni o'chirib turaman. Skоворodkamiz issiqligida yuvib olaman azizlar. Keyin sizlarga bilinchiklarimni ko'rsataman. Ozgina yana qizartirib olamiz. Mana bo'ldi. Mana aziz kuzatuvchilar, bilinchiklarimiz tayyor. Hozir men skоворodkamni yuvib olib sizlarga yana ko'rsatib o'taman. Mana aziz kuzatuvchilar, 5 daqiqaning ichida men skоворodkalarimni yuvib, gazlarimni artib tozalab bo'ldim va paketimizga 5 minutga bilinchiklarimizni solib oldik. Mana qaranglar, bilinchiklarim yumshoqqina, qaranglar qanaqa qaranglar. Ko'ryapsizlarmi? Qanaqa zo'r bo'lib chiqdi bilinchiklarimiz. Mana Bismillahirrohmanirrohim. Mana onajonim qilib kelgan varenyelar bular. Bismillahirrohmanirrohim. Mazasiga umuman gap yo'q. Mana qaranglar. Sizlarga ham обязательно tayyorlab ko'rishlaringni tavsiya qilaman. Qaranglar. Qanaqa ajoyib bilinchiklar, hali bu paketda birpas turish kerak edi. Men sizlarga ko'rsatay deb shoshildim. Aziz kuzatuvchilar, mana bilinchiklarimni ko'ryapsizlar. Qaranglar, 1 litr sutda mana shuncha bilinchik chiqdi. Mana ko'rishlaring mumkin. Bilinchiklarimiz juda ham ajoyib, mazali, lazzatli chiqdi. Mazasiga gap yo'q. Sizlar ham mana shu retsept bo'yicha shu usulda обязательно tayyorlab ko'ringlar. Afsuslanmaysizlar, menga rahmat aytasizlar aziz kuzatuvchilar. Hozir men sizlarga qozonlarimni ko'rsataman. Mana aziz kuzatuvchilar, qozonlarim bu 6 litrlik, bu 4 litrlik, 3 litrlik edi. Mana bu 8 litrlikni bugun olib keldim. Hammasiga suv qaynatib, tuzli suv qaynatib chiqdim. Mana hammasini ichimnaqa bo'ldi. Hammasiga tuzli suv qaynatib, chiroyli qilib ishlatishga tayyorlab qo'ydim. Hozir men sizlarga 8 litrligini ko'rsataman. Mana kuzatuvchilar, bu 8 litrlik qozonim bu. Mana 8 litrlik. Mana ichlari suvlarni уже qaynatib oldim. 2 kilogramdan ziyod, menimcha 2,5 kilogramgacha bunga guruchlikka oshga ketadi. Inshaalloh osh qilib ko'rsam sizlarga aytaman necha kilo ketishini. Mana 8 litrlik qozonim bu.
sizlar ham ishlatib ko'ringlar aziz kuzatuvchilar, afsuslanmaysizlar. Mana ishlatdim, afsuslanmadim. Inshaalloh yana ham ishlatib, yana ham sizlarga aytib o'taman. Bitta mana bunaqa qisqa skоворodka qopqoqligidan olsam, menga to'liq bir komplekt bo'ladi. Bemalol umrim oxirigacha menimcha yetsa kerak bu qozonlar. Yaltiratib, top-toza qilib ishlataman. Sizlar ham olinglar, tavsiya qilaman hammalaringga. Aziz kuzatuvchilar, shu yerda men sizlar bilan xayrlashaman. Birinchilarimiz tayyorlab bo'ldik. Qozonlarimni obzor qildim sizlarga yana bir bor. Yana bir marotaba Nazira Uz kanalida qiziqdan qiziq videoroliklarda ko'rishguncha xayr azizlar. Hammalaring hamisha sog' salomat bo'linglar, Allohimga omonat bo'linglar. O'zlaringni ehtiyot qilinglar. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha xayr.